Assalomu alaykum hammaga. Bu safargi video qo'llanmada Beeline abonentlar qanday qilib Zukko mobil o'yin ilovasida ro'yxatdan o'tishlari kerak. Mana shuni ko'rib chiqamiz. Beeline abonentlarda sal boshqacharoq bo'ladi. Zukko xizmati, ya'ni obunasini faollashtirish. Xo'p, buning uchun ilovaga kiramiz. Ilovani ochib olamiz, telefon raqamimizni kiritamiz. Davom etish. Xuddi shunaqa SMS keladi bizga hozir. Tasdiqlash kodi. Xo'p, mana 42566 dan bizga 1265 kod keldi. 1265 tasdiqlash. Mana ilovaga kirdik. Kirishimiz bilan ko'rsanglar mana SMS keldi. Javob SMS, ya'ni Zukko xizmatiga obunani tasdiqlash uchun birni 42566 ga yuboring. Kunlik obuna narxi 842 so'm deb. Biz mana shu ilovaga kirdik hozir. Telefon raqamini kiritib, kod keldi. Kodni kiritib ilovaga kirdik. Mana shu o'sha kirgan vaqtimizdan boshlab 2 daqiqa ichida 42566 ga bir sonni yuborishimiz kerak bo'ladi. Hozir mana birini yuboramiz. Xo'p, xatolik. Hisobingizdan mablag' yetarli emas. Iltimos hisobingizni to'ldirib qayta urinib ko'ring dedi. Mablag' yetarli emas. Kamida 842 so'm bo'lishi kerak. Zukko obunasini faollashtirish uchun. Ya'ni Zukko xizmatini. Hozir men pul tashiyman raqamimga. Mana pul tashadim. Xo'p, ana endi 1 sonni yuboramiz. Ana muvaffaqiyatli siz Zukko xizmatiga obuna bo'ldingiz. Kunlik obuna narxi 842 so'm va ma'lumotlarni berib o'tadi. Ana pul bo'lgani uchun mana Zukko obunasi faollashdi. Ana endi bemalol o'ynasak bo'ladi mana. Hozir mana hisobimizdan hali mablag' yechilgani yo'q. Hisobingizda mablag' yetarli emas. Hisobingizni to'ldirib qayta urinib ko'ring. Eslatma, faqat Beeline agentlari Zukko xizmatiga obuna bo'lish uchun bir raqamni 42566 ga SMS yuborishlari lozim deb ilovada ham eslatib o'tadi. Xo'p, ana endi mana hisobimizdan 842 so'm yechildi va endi bemalol o'yinda o'ynasak bo'ladi. Mana bot bilan o'ynang. Mavzulari, xohlasangiz do'stingiz bilan o'ynang. Mavzulari onlayn o'ynasangiz ham bo'ladi. Beeline abonentlarida ro'yxatdan o'tish muvaffaqiyatli bo'ldi. Zukko xizmatini faollashtirish ham.